Tehron ogohlantirdi. AQSh va Isroilga yetarlicha zarba berishga tayyormiz. Urush yana keskinlashadi. Erdo'g'on Pezeshkian bilan gaplashdi. Turkiya osmonidagi raketa ortida kim turibdi? Trampning dahshatli ogohlantirishi: Eronga o'lim, olov va g'azab yog'ilishi mumkin. Erondagi urush fonida Buyuk Britaniyaning 2 kunlik gaz zaxirasi qoldi. Tramp hayratda. Nega Eron AQSh va Isroil bosimiga qaramay taslim bo'lmayapti? Mehnatkash o'zbeklar kelsa xursand bo'lamiz. Lukashenko o'zbeklarni Belarusga kelishga chaqirmoqda. Rossiyaning byudjeti teshildi. Putinning hamma gapi yolg'on bo'lib chiqdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh va Isroilga qarshi hujumlar davom etishini ochiq e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroil Eronning yadroviy hamda raketa obyektlariga zarba bergan bo'lsa-da, bu zarbalar Tehronning harbiy salohiyatini yo'q qila olmaydi. Aroqchi Eron raketa hujumlarini davom ettirishga tayyor ekanini ta'kidlab, mamlakat o'z imkoniyatlari yetarli ekanini bildirdi. Bu bayonot Eron strategiyasi hali uzoq davom etishi mumkin bo'lgan qarshi zarbalarga asoslanayotganini ko'rsatadi. Eron ichkarisida ham urush ruhiyati kuchaymoqda. Tadqiqotchi va yozuvchi Gololi Babay mamlakat tarixiy sinov davridan o'tayotganini aytib, kelajakda tarix Eron xalqiga hurmat bilan qarashini ta'kidladi. U Eron ilgari ham ko'plab davlatlarga qarshi turganini esladi. Bu urushda muvaffaqiyatning asosiy sharti xalqning sabr-bardoshi va birligi ekanini aytdi. Bu bayonotlar Eron ichki axborot maydonida qarshilik ruhini kuchaytirishga qaratilgan. Washingtondagi siyosiy doiralarda esa boshqa ssenariylar muhokama qilinmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning sobiq maslahatchisi Bolton agar urush AQSh foydasiga tugamasa, Tramp aybni Isroil bosh vaziri Netanyahu zimmasiga yuklashi mumkinligini aytdi. Boltonning fikricha, Tramp siyosatida g'oliblar va mag'lublar tamoyili ustuvor bo'lib, u o'zini hech qachon mag'lub sifatida ko'rishni istamaydi. Yevropadan ham keskin bayonotlar yangradi. Germaniya kansleri Friedrich Merz urush Eronning diniy rahbariyati u mullalar rejimi deb atagan tizim qulamaguncha tugamasligini aytdi. Uning fikricha, harbiy harakatlarni to'xtatish faqat Eron rahbariyati va inqilob soqchilari qaroriga bog'liq. Bu esa G'arbning ayrim siyosiy doiralari mojaroning yakunini Eron ichki siyosiy tizimining o'zgarishi bilan bog'layotganini ko'rsatadi. AQSh kongressida esa mintaqaviy ittifoqchilar masalasi ko'tarildi. Senator Graham Lindsey Saudiya Arabistonini keskin ogohlantirib, Riyoddagi AQSh elchixonasiga qilingan hujumdan keyin Riyod Washington bilan birga harbiy harakatlarga qo'shilishi kerakligini aytdi. U agar Saudiya Arabistoni bunday vaziyatda ham AQShni qo'llab-quvvatlamasa, kelajakdagi mudofaa shartnomalari masalasi qayta ko'rib chiqilishi mumkinligini ta'kidladi. Erdo'g'on Pezeshkian bilan gaplashdi. Turkiya osmonidagi raketa ortida kim turibdi? Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Eron prezidenti Masud Pezeshkian bilan telefon orqali suhbatlashdi va uni Turkiya havo hududini buzmaslikka chaqirdi. Bu haqda Turkiya yetakchisining matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumotga ko'ra, Erdo'g'on Turkiya hech qanday ishtirok etmayotgan mojarolardan salbiy ta'sir ko'rayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat havo hududining har qanday sabab bilan buzilishi mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan va Anqara bunday holatlarning oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rishda davom etadi. Suhbat davomida Erdo'g'on Eron ishlariga noqonuniy aralashuvlarni Turkiya qo'llab-quvvatlamasligini aytgan, ammo mintaqadagi birodar davlatlarni nishonga olish hech kimga foyda keltirmasligini va bunday harakatlar to'xtatilishi kerakligini ta'kidlagan. Turkiya rahbari shuningdek Minobdagi maktabga qilingan hujum oqibatida bolalar halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirgan. U shuningdek Mushtabo Hamadayning Eronning yangi diniy rahbari etib saylanishi mintaqada tinchlik va barqarorlikka xizmat qilishiga umid bildirgan. O'z navbatida Pezeshkian Turkiya havo hududiga kirib qolgan raketalar Eron hududidan uchirilmaganini bildirib, mazkur voqea yuzasidan har tomonlama tekshiruv o'tkazilishiga va'da bergan. Trampning dahshatli ogohlantirishi: Eronga o'lim, olov va g'azab yog'ilishi mumkin.
AQSh prezidenti Donald Tramp agar Eron Hormuz bo'g'ozi orqali neft tashishni to'sishda davom etsa, mamlakatga nisbatan yanada kuchli zarbalar berilishini bildirdi. Bu haqda Oq uy rahbari Truth Social ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Uning ta'kidlashicha, agar Eron Hormuz bo'g'ozida neft oqimini to'sishga qaratilgan har qanday harakatni amalga oshirsa, AQSh Eronga hozirgacha berilgan zarbalardan 20 barobar kuchliroq zarba beradi. Tramp shuningdek, AQSh oson yo'q qilinadigan obyektlarning ham yo'q qilinishini, bu esa Eronning davlat sifatida tiklanishini deyarli imkonsiz qilib qo'yishini aytgan. U o'lim, olov va g'azab Eron ustiga tushishini ta'kidlab, biroq bunday holat yuz bermasligiga umid qilishini ham qo'shimcha qilgan. AQSh prezidentining aytishicha, uning bu bayonoti Xitoy va Hormuz bo'g'ozidan faol foydalanadigan boshqa davlatlar uchun sovg'a hisoblanadi. O'z navbatida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vakili general Sardar Naini bergan bayonotida Eron AQSh va uning ittifoqchilariga mintaqadan 1 litr ham neft olib chiqishga yo'l qo'ymasligini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, neft va gaz narxlarini pasaytirish hamda ularni nazorat qilishga qaratilgan barcha urinishlar vaqtinchalik va samarasiz bo'ladi. Nainining shuningdek, jang maydonida tashabbus Eron qo'lida ekanini va urush qachon tugashini Tehronning o'zi hal qilishini ta'kidlagan. U AQShning Fors ko'rfazidagi harbiy infratuzilmasining katta qismi yo'q qilinganini, jumladan mintaqadagi deyarli 10 ta zamonaviy radar tizimi hamda qimmat dronlar Eron havo mudofaasi tomonidan yo'q qilinganini aytgan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Erondagi urush fonida Buyuk Britaniyaning 2 kunlik gaz zaxirasi qoldi. Buyuk Britaniyada gaz zaxiralari keskin kamaygani ma'lum qilindi. Bu haqda National Gas ma'lumotlarga tanib Daily Mail nashri xabar berdi. Operator ma'lumotlariga ko'ra, Buyuk Britaniya gaz omborlarida hozirda taxminan 6700-7000 gigavat soat gaz qolgan. Bu ko'rsatkich 1 yil avvalgi zaxiralardan ancha past bo'lib, mamlakatning ichki ehtiyojini atigi 1,5-2 kun davomida qoplashga yetishi mumkin. Nashrning yozishicha, mavjud vaziyat sabab London gazni xalqaro treyderlardan yuqori narxlarda sotib olishga majbur bo'lmoqda. Hozirda Britaniya Yevropada tabiiy gaz uchun eng yuqori ulgurji narx to'layotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bir qator Yevropa mamlakatlari bir necha haftalik gaz zaxirasiga ega bo'lgani sababli ta'minotdagi uzilishlarga tayyor. Energetika bozoridagi vaziyatga doir fikr bildirgan Aleksandr Vuchich, Yevropa Rossiya neftidan voz kechish qarori uchun yuqori narx to'layotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya neftini Osiyo, Afrika va Amerika davlatlari sotib olayotgan bir paytda Yevropa siyosiy sabablar bilan undan voz kechmoqda. Tramp hayratda, nega Eron, AQSh va Isroil bosimiga qaramay taslim bo'lmayapti? AQSh prezidenti Donald Trampning bir necha maslahatchilari so'nggi kunlarda unga Eron bilan urushdan chiqish uchun reja ishlab chiqishni tavsiya qilgan. Bu haqda The Wall Street Journal nashri yuqori martabali Oq uy vakillariga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Eron bilan bog'liq mojarolarda ishtirok etishni to'xtatish, neft narxlarining oshishi va uzoq davom etadigan mojaro oqibatida paydo bo'layotgan xavotirlar fonida muhim hisoblanadi. Shuningdek, AQSh ma'muriyatining vakili AQSh harbiy ustunlikka ega bo'lib turgan bir paytda Tramp urushni faqat qoniqarli g'alabaga erishsagina to'xtatish mumkinligini ma'lum qilgan. Tramp Eronning AQSh va Isroilning tinimsiz qo'shma harbiy kampaniyasiga qaramay taslim bo'lmayotganidan hayratda qolmoqda deya qo'shimcha qilgan mansabdor. Mehnatkash o'zbeklar kelsa xursand bo'lamiz. Lukashenko. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakatda o'zbekistonlik migrantlarni qabul qilishdan mamnun ekanini aytdi. U bu haqda O'zbekistonning Belarusdagi elchisi Rahmatullo Nazarov bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Bizda ko'plab o'zbeklar yashaydi, Belarusda yashashni va ishlashni xohlashadi. Ular o'zimizning odamlar. Biz katta mamnuniyat bilan, ayniqsa oilali insonlarni o'z uyimizga taklif etamiz. Afsuski, bizda aholining o'sishi sizlardagi kabi emas. Shuning uchun mehnatkash o'zbeklar bu yerga kelishga qaror qilsa, doimo xursand bo'lamiz, dedi Lukashenko. U Belarusda migrantlarni qabul qilish borasida qat'iy tartib borligini ta'kidladi. Ehtimol bu yerga kelganlar uchun ham yaxshiroqdir. Ular biz odamlarni muayyan ishga olayotganimizni yaxshi biladi. Ularga barcha imkoniyatlarni yaratib beryapmiz. Farzandlarga xizmat ko'rsatyapmiz. Yasli bog'cha, maktab, oliy ta'lim. Belaruslar, ruslar, ukrainlar va boshqalar bilan teng sharoitda. Marhamat keling, raqobatlashing, deya ta'kidladi Belarus prezidenti.
Lukashenko mamlakatda yashash va ishlash uchun imkoniyatlar keng ekanini aytdi. Odamlar mamnuniyat bilan keladi va ishlaydi. Shuning uchun bu borada o'zbekistonlik birodarlarimiz bilan ishlashga tayyormiz. Ulug' vatan urushi yillarida belaruslar uchun ancha-muncha ishlar qilganingizni bilamiz. Ko'plab odamlarimiz O'zbekistondan boshpana topdi. Ularga insoniy munosabatda bo'lindi. Bu borada biz sizlardan biroz qarzdormiz. Garchi bu bir mamlakat doirasida bo'lgan bo'lsa-da, deya xulosa qildi u. Rossiyaning byudjeti teshildi. Putinning hamma gapi yolg'on bo'lib chiqdi. Rossiya hukumatı har 3-rublni urushga sarflayotgan va o'tgan yili neft-gaz tushumlari sezilarli darajada kamaygan federal byudjet taqchilligining real hajmini yashirishga urinmoqda. Germaniya federal razvedka xizmati o'tgan yilgi byudjet ma'lumotlari tahlili yakunlari bo'yicha shunday xulosaga keldi. FRX bahosiga ko'ra, g'aznadagi real teshik moliya vazirligi hisobot bergan 5,65 trillion o'rniga 8,01 trillion rublga yetgan. Shunday qilib 2024-yilga nisbatan Rossiya Federatsiyasi byudjet taqchilligi 130% ga oshgan bo'lishi mumkin. Moliya vazirligining dastlabki rejasi esa deyarli 7 barobarga ortig'i bilan bajarilgan. Razvedka ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2025-yil uchun federal byudjet taqchilligi rasman xabar qilinganidan 41,8% ga yuqori bo'lib, 3,7% ni tashkil etgan. Germaniya razvedka relizida aytilishicha, Rossiya og'riqli yo'qotishlarni bo'yab ko'rsatilgan raqamlar yordamida yashirishga urinmoqda. Vaholanki iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlari pasayish ko'rsatmoqda. Davlat statistikasining ishonchliligi esa yomonlashmoqda. Germaniya xalqaro xavfsizlik muammolari instituti eksperti Yanis Klugening tushuntirishicha, Moliya vazirligi kreativ buxgalteriyasi shundan iboratki, federal byudjet taqchilligining bir qismi aftidan boshqa davlat byudjetlari hisobiga yozib yuborilgan. Rossiya Federatsiyasi konsolidatsiyalashgan byudjetning umumiy taqchilligi rekord darajadagi 8,3 trillion rublga yetgan. Ushbu teshikni yopish uchun Moliya vazirligi davlat qarzi bozoridan 7 trillion rubl qarz olgan va yana 2 trillion rublni Milliy farovonlik jamg'armasidan olgan. Bu defitsitni qoplash va qarz bo'yicha foizli to'lovlarni amalga oshirish imkoni beradi. Hukumat 2026-yilgi byudjetni 3,8 trillion rubl taqchilligi bilan tuzgan. Biroq Alfa Bank baholashiga ko'ra, fevral oyi oxirigacha teshik 3,2 trillion rublga yetib bo'lgan. O'tgan yili chorak qismga tushib ketgan neft-gaz daromadlari yana deyarli 2 barobarga qisqargan va yanvar-fevral oylarida oyiga o'rtacha 400 milliard rubl atrofida bo'lgan. Biroq neft narxining hozirgi yuqori darajasi byudjetning xom ashyo daromadlari oqimini to'ldirishga umid bermoqda, deb ta'kidlaydi Alfa Bank bosh iqtisodchisi Natalya Orlova. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.